Bozor mahallasida 25-uyda istiqomat qilaman. Menga mana shu mahallamiz ko'chada katta bir yordam qildilar. Mikrokredit bankdan 15 million kredit olgan edim shu chorva mahsulotlari olish uchun. Mana bugungi kunda mana shu dehqonchilik ishlarida hammasida yordam berishyapti. Qo'ldan kelganicha mana 6 ta ish yaratganman. Kelinlarim, o'g'illarim bilan birgalikda mana shu dehqonchilik ishlarini shug'ullanib yuribmiz. Hamma narsa bor. Xudoga shukr, mana ko'rib turibsizlar. Hamma narsa yetarli. Hozir ona bolasi sigirim bor, 4 ta qo'yim bor. Parranda masalan 15 ta yakun parranda bor. Ularni mana shu birgalikda oilaviy harakat qilib oilani tebratib o'tiribmiz. Zaytuna mana shu Qarshi tuman Juma bozor mahallasi, Juma bozor ko'chasida 10-uyimiz. Shu yerda istiqomat qilaman. Bog'imiz bor, yerimiz. Mana shu mikrokredit bankdan tadbirkorlik bo'yicha kredit olganman. Mana shunga 25 million olganman. O'zimizdan qo'shimcha qilib parni qurganmiz, issiqxonamiz. Hozir mana shu fevral boshida, yanvar 28-ida ekkanmiz pomidor. Nasib bo'lsa, aprel oxirlariga chiqarish niyatimiz bor. Men Ergasheva Feruza Malikovna, Qarshi tumani Juma bozor mahallasi xotin-qizlar faoli bo'lib ishlab kelyapman. Bizni mahallamiz, mana shu Juma bozor mahallamiz asosiy driveri bu asosiy chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanishga mo'ljallangan. Biz mana shu mahalla yettiligi bilan birgalikda mana shu mahallamizda istiqomat qilayotgan xotin-qizlar, ya'ni ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga mana shu kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha mahalla yettiligini hokim yordamchisi, xotin-qizlar, ijtimoiy yoshlar hammamiz birgalikda bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bizni mana shu Juma bozor mahallamizda 1121 ta xonadon, 1130 ta, ya'ni 4858 ta aholidan iborat. Bizni mana shu mahalla yettiligimiz bilan juda ko'p xonadonlarga mana hokim yordamchisi orqali kambag'allikni chiqarish, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'pgina ishlar qilingan. Jumladan mana shu 2024-yil ayollar daftariga kiritilgan Bobojonova Dildoraga parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha 25 million hokim yordamchi tomonidan kredit ajratildi. Hozirgi kunda mana shu opamiz, yana Dildoraxon o'zini mas'uliyat cheklangan jamiyat ochib, o'z nomiga mana shu parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda.